Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz oksidlarning olinishiga oid tajribalar. Mavzumizga doir rejaga keladigan bo'lsak, oksidlarning tasnifi, oksidlarning olinishining ahamiyati va xulosa qismlaridir. Kimyo fanida oksidlar eng ko'p uchraydigan va amaliy jihatdan juda muhim bo'lgan birikmalardan biri hisoblanadi. Oksidlar dev tarkibida kislorod atomlari mavjud bo'lib, boshqa bir element bilan bog'langan ikki element birikmalariga aytiladi. Oksidlarning olish kimyoviy jarayonlarning asosiy bo'limlaridan hisoblanadi. Bu mavzuda oksidlarning hosil bo'lish jarayonlari, ularni olish usullari va laboratoriya sharoitida bajariladigan tajribalar batafsil o'rganiladi. Oksidlar turli elementlarning kislorod bilan reaksiyasiga kirishishi natijasida hosil bo'ladi. Ular sanoatda, qishloq xo'jaligida, tibbiyotda, qurilishda, metallurgiyada keng qo'llaniladi. Oksidlarning umumiy tavsifi. Oksidlar ikki elementdan iborat. Ulardan biri har doim kislorod atomidir. Kislorod oksidlarda doimo ikki oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Oksidlarning umumiy formulasi EXOY ko'rinishida yoziladi. Tabiatda oksidlar juda keng tarqalgan tog' jinslari, tuproq, mineral moddalar, rudalar, suv, atmosferadagi turli gazlar tarkibida oksidlar mavjud. Oksidlar moddaning holatiga ko'ra qattiq, masalan, magniy oksidi, temir uch oksidi. Suyuq oksidlarga esa kremniy to'r oksidi, ya'ni erigan holatda, gaz simonlarga karbon angidrid, uglerod, oltin g'o'r to'r oksidi bo'lishi mumkin. Ularning xossalari: elementning tabiati, valentligi, kristall tuzilishiga bog'liq. Oksidlarning tasnifi. Oksidlar kimyoviy xossalariga qarab quyidagi turlarga bo'linadi. Asosli oksidlar, kislotali oksidlar, amfoter oksidlar, neytral oksidlar. Asosli oksidlar ko'pchilik metall oksidlari asosli xususiyatga ega bo'ladi. Masalan, temir oksid, kaliy oksid, kalsiy oksid, natriy oksidlarni misol qilsak bo'ladi. Bu oksidlar ko'pincha suv bilan reaksiyaga kirishib, asos gidroksid hosil qiladi. Masalan, kalsiy gidroksidni hosil qilish uchun kalsiy oksid va suv reaksiyaga kirishishi kerak. Kislotali oksidlar, metall maslar oksidlari asosan kislotali bo'ladi. Masalan, karbon angidrid, oltin g'o'r to'r oksid, oltin g'o't 6 oksid, fosfor 5 oksidlari. Ular suv bilan kislotalar hosil qiladi. Masalan, oltin g'o'r to'r oksid suv bilan reaksiyaga kirishsa, sulfat kislotani, masalan, azot 5 oksidi suv bilan reaksiyaga kirishsa, nitrat kislotani hosil qiladi. Amfoter oksidlar, bu oksidlar ham kislota, ham asos bilan reaksiyaga kirishadi. Masalan, rux oksid, alyuminiy 3 oksid. Rux oksidni reaksiyaga kirishtiradigan bo'lsak, sinkat kislota, alyuminiy oksiddan alyuminat kislota H2AlO2 hosil bo'ladi. Neytral oksidlar kimyoviy faolligi juda past hisoblanadi. Ularga is gazi. Neytral oksidlar kislota yoki asos bilan reaksiyaga kirishadi. Oksidlarning olinish usullari. Oksidlarni turli yo'llar bilan olishimiz mumkin. Masalan, elementlarning kislorodda yonishi eng keng tarqalgan usul hisoblanadi. Metallar va metall maslar kislorod bilan birikadi. Termik oksidlanish natijasida oladigan bo'lsak, ya'ni qizdirib olamiz. Metallarning havoda qizdirishi natijasida oksid hosil bo'ladi. Termik parchalanish ba'zi moddalar qizdirilganda oksidlarga parchalanadi. Kimyoviy reaksiyalar natijasida oladigan bo'lsak, oksidlarning almashinish reaksiyalari. Bu usul laboratoriya va sanoat kimyosida keng qo'llaniladi. Metall oksidlarini olinishi. Metall oksidlar asosan metallurgiyada kislorodda yonishi yoki qizdirilishi orqali olinadi. Metallarning kislorodda yonishi. Misollar qiladigan bo'lsak, magniga kislorod bilan yoqadigan bo'lsak, magniy oksidi hosil bo'ladi. Temirni kislorodda yoqadigan bo'lsak, temir 3 oksidi. Misni yoqadigan bo'lsak, mis oksidi hosil bo'ladi. Magniy juda yuqori yorqin alangada yonadi va oq magniy oksidini hosil qiladi. Temir kislorodda qizdirilganda jigarrang temir 3 oksidi hosil bo'ladi. Metallarning qizdirilishi. Masalan, mis qizdirilganda qora oksidga aylanadi. Metall oksid olishga oid tajriba. Magniy oksidi. Kerakli asboblar: magniy lenta, penseta, spirt lampasi, keramika, plastinka. Jarayon tavsifi bo'lsa, magniy lenta penseta bilan ushlab, spirt lampasi alangasida tutiladi. Magniy juda yorqin, oq yorug'likda yonadi. Kimyoviy tenglamasi: magniy
Yondirilganida peroskislorod magniy oksidi hosil bo'ladi. Natijada oq rangli magniy oksid hosil bo'ladi. Metalmas oksidlarning olinishi. Metalmaslar kislorod bilan jonli ravishda kirishishi va odatda ular shu yo'l bilan metalmas oksidlarni hosil qiladi. Oksidlarni olish kimyo fanining eng muhim amaliy bo'limlaridan biri bo'lib, u ko'plab sanoat, laboratoriya va tabiiy jarayonlar bilan bog'liq. Metal va metalmas oksidlarning hosil bo'lish mexanizmlari bir-biridan ancha farq qiladi, lekin asosiy tamoyil kislorod atomining boshqa element bilan bog'lanishidir. Har bir tajriba aniq sharoitda va xavfsizlik qoidalariga rioya qilingan holda bajarilishi lozim. Oksidlar bizning kundalik hayotimizda katta ahamiyatga ega va ularni olish jarayonini mukammal bilish kimyoviy savodxonlik uchun zarurdir. Oksidlar olishda eng muhim sharoit moddaning kimyoviy xususiyatiga qarab qizdirish, yonish, parchalanish yoki kislorod beruvchi moddalar bilan reaksiyaga kiritishdir. Tajribalarda eng ko'p qo'llaniladigan usullar to'g'ridan-to'g'ri oksidlanish, masalan, magniy oksidni olinishi, parchalanish, mis gidroksidining mis oksidi va suvga parchalanishi, kislorodli tuzlarni qizdirish, kalsiy karbonatini qizdirsak, kalsiy oksidi bilan karbon angidrid hosil bo'lishi, oksid hosil bo'lishi davomida rang, issiqlik ajralishi, gaz ajralishi kabi belgilar kuzatiladi. Oksid olish tajribalarida xavfsizlik texnikasiga qat'iy amal qilishimiz muhim. Himoya ko'zoynak, quruq asboblar va ventilyatsiya sharoiti talab etiladi. Taklif va tavsiyalar. Tajriba oldidan reaksiya tenglamalarini to'liq o'rganish va xavfsizlik choralarini tekshirib chiqish zarur. Metal oksidlarini olishda moddalarning faollik qatoridagi o'rniga e'tibor berish tavsiya qilinadi. Olingan oksidlarning xossalarini, kislota asos, amfotterlik xossalarini taqqoslab o'rganish mavzuni chuqur tushunishga yordam beradi. Bu yerda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan topib o'qib olsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.